Bugun hurmatli opa-singillar, aziz ayollar, barchangizni muborak muqaddas Ramazon oyida qo'shaloq bayram 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan hammangizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Oilangizni, yaqinlaringizni baxtiga sog'-salomat bo'lib yurishlaringizda tilakdoshman. Alloh doim omadlaringizni bersin. Turmushga chiqmagan singillarimiz bo'lsa, yaxshi joylarga kelin bo'lish, yaxshi go'shangalarga kelin bo'lish nasib qilsin. Farzandini tarbiya qilayotgan ayollar esa kelajakda o'sha farzandini huzur halovatini ko'rib yursin. Xullas, bayramga tuhfa sifatida o'zim yozgan bir she'rni e'tiborlariga havola qilaman. 8-martga. Tumarisu Zulfiyaga izdosh ko'ngillar. Yigitlar qalbida gullagan kurtak. Onasiga dastyor bo'lgan opa-singillar. Bahor ayyomingiz bo'lsin muborak. Uzukka ko'z bo'lib qurganlar turmush. Kuyovning yonida turgan kelinchak. To'y sahnida elga ta'zim aylagan oqqush. Bahorda baxt qasringiz bo'lsin muborak. Qay bir bolasiga aytgan allalar, qay biriga tunlari so'zlagan ertak. Farzand uchun tongni bidor kutgan pallalar. Onajonlar, ayyomingiz bo'lsin muborak. Chehrasida shum taqdir bitgandir xilqat. Bobojonlar yonida bo'lganlar ko'mak, yodimizda siz aytgan pandu nasihat. Buvijonlar, ayyomingiz bo'lsin muborak. Uyning farishtasi, munis xayollar. Qadringiz bizlar uchun ulug' taborak. O'zbekning qizlari, aziz ayollar. Bahorda, bahor ayyomingiz bo'lsin muborak. Yana bir bor sizlarni ushbu kun bilan chin qalbimdan muborakbod etib, hurmat bilan shoir Alisher.